Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi ishdan boshlab oldik. Tak, nalichidagi mashinalar 22 Premier 5900 yurgan 40000 so'rayapmiz. Kelishtirib beramiz. Econox 472 millionligi 75000 yurgan. Buni narxi 26500 ming so'rayapmiz. Econox yana 441 millionligi 18000 kilometr yurgan. Buni narxini 29500 ming so'rayapmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Keyingisi yana Econox 472 millionligi 27900 yurgan. 3,5 ming dollardan ortiq bor, top toza. Buni narxini 34,5 ming so'rayapmiz. Keyingisi Kia Sorento, salonda 62 ming dollar, bizda 46,5 ming dollar, 1,5 ming dollardan ortiq ham bor, top toza. 23 ming yurgan, 24 ga 24. 2,5 full shaybali 7 kishilik. Buni narxi 46,5 ming kelishtirib beramiz. Bunisi ham 7 kishilik, 17 ming yurgan. Bu shundan bitta past paystasi 7 kishilik, 17 ming yurgan, 2 ming dollardan ortiq bor, kraskasi top toza. Buni narxi 43700 dollar so'rayapmiz. Ikkalasini ham kelishtirib, choy narxi beramiz. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanjar avtoxizmatda hammaga e'tibor uchun rahmat.